Yangi odatlarni shakllantirish miyamizni qanday o'zgartiradi? Bugun shu haqida gaplashamiz va mana shu harakat bilan 20-kun mashqini bajarib olamiz. Biz biror bir yangi narsani o'rganishni boshlaganimizda avvaliga qiynalamiz. Masalan, rasm chizish, tikish, to'qishni o'rganayotganda avval qiynalamiz, lekin har kuni shug'ullanaverib, ma'lum bir vaqtga kelganda biz bu ishni osongina va tezda bajara oladigan holatga kelamiz. Masalan, tasavvur qiling, miya qalin bir o'rmon va biz uni kesib o'tishimiz kerak. Avvaliga hech qanday yo'lak yo'q. Biz oyog'im loyga botmaydimi, chuqurga tushib ketmaymanmi deb diqqat bilan, energiya sarflab, kuch sarflab bu yo'ldan o'tamiz. Ertaga yana o'tamiz. Har kuni shu yo'ldan o'taverib, biz yo'lak hosil qilib qo'yamiz va keyinchalik hech ham diqqatimizni ortiqcha sarflab o'tirmasdan tezgina bu o'rmonni kesib o'ta oladigan bo'lamiz. Miyada bu jarayon qanday kechadi? Mashqimizni ozgina murakkablashtiramiz mana bu tarzda. Johns Hopkins universiteti va MIT olimlari bir yirik tadqiqot o'tkazishdi va bu tadqiqotga ko'ra odamlar yangi ko'nikmalarni o'zlashtirayotgan vaqtda Hebb qonuni ishga tushadi. Ya'ni bir xil vazifani bajaruvchi neyronlar bir vaqtda aktiv holatda bo'ladi va biz ko'nikmani shakllantirishda davom etganimiz sari neyronlar o'rtasida aloqalar yuzaga keladi va ular borgan sari qalinlashib boradi. Va biz yana to'xtamasak, mielinizatsiya jarayoni ishga tushadi. Mielinizatsiya bu o'sha hosil bo'lgan yo'llarni mielin yog'i bilan qoplanishi. Bu axborotni juda tez holatda, ya'ni 100 barobar tezroq o'tishiga yordam beradigan jarayon hisoblanadi. Ya'ni bu vaqtga kelib biz o'rgangan ko'nikmamizni juda katta tezlik bilan bajara oladigan holatda bo'lamiz. Mashqimizni yakunlaymiz. Bu ma'lumot bizga nima beradi aziz do'stlar? Yaxshi odatlar bor va yomon odatlar bor. Biz aynan o'sha yomon odatlarimizdan voz kechib o'zimizda yaxshi odatlarni shakllantirishimizda aynan mana shu ma'lumotni bilishimiz bizga yengillik beradi. Chunki yaxshi odatlarni shakllantirganda miya o'sha yangi yo'llarga e'tiborni qaratadi va eski odatlarga, ya'ni yomon odatlarga, biz foydalanmay qo'ygan odatlarga javob beradigan va hosil bo'lgan yo'llar o'z-o'zidan parchalanib ketadi. Aynan mana shu yerda ishlat yoki yo'qotasan qonuniyati ishga tushadi. Demak, biz aynan mana shu jarayonni bilgan holatda o'zimizda yaxshi odatlarni shakllantirishimiz mumkin, farzandlarimizda ham. Aziz do'stlar, agar sizga mana shunday ilmiy ma'lumotlar qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling va agar bugungi mashqda menga o'xshab ozgina qiynalib bo'lsa-da bajargan bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.